Birazini mashina saqib o'tibdimi, ha? Vay canım, xatirjam bo'ling, ha? O'sha har bir qatim komandirib ketkazib 2 oy 3 oyda aram keldi qara. Eng baldur kelsa 15-20 kunda keldi da. Undada. Uyqab ketdingiz, uzoqib ketdi, ko'rinmay. Bu metem Guangzhouda sal uzoqroq turib qoldim qara. Tijoratlaringiz yaxshi-ku? Yaxshi o'manman. Yaxshi o'z bo'ldi-ku. Yaxshi o'z bo'ldi. Hozir buni arash kelgan. Ko'rdik ha. Oy, voy rahmat sizga jimo. Voy nima chiroyli bo'qa, nima chiroyli. Voy, ahvolim bachab etyapsiz. Kichik ishlarmi bu? Men erim bor qarang, shunchalik qiziq ekan.
Pıxsıqlığı işten toğru kelmeydi qarab. Şu dünyarlağı qarab. İşki pıxsıq olsa, birisi mi şu? İkincisi mi şu? Ben bunu tümünü ipar qıp birəndeyme qarab, şu incelik pıxsıq. Sen şu incelik Hem oğlum şuna! Ha? Ötemene gelinde! Aslan ötemene gelinde! Üfken işkanın içinde! Bekmana bana! Ben nemi de deyip, o yeni bir pay okuna satkın ben de hortu da. Hey! Yaxshimisiz? Yaxshi. Qaysi nomerni chaqirsiz? Qaysi Afrika? A, 444 to'lab qo'ysa? Ismingiz? İbrahimoxon. So'z qoldiramsiz. Nima lan? Meni gapingiz bo'lsa davering. Qaysa ma gapni sigdigin olmaydi. A, o'zini to'lab qo'ysa o'zigil deyjimi? Kechiring afandim. Odamni chaqirg'il bo'lmaydi. So'z qoldiramsiz. Shundami? Bunda bo'lsa Afrikama deb qo'ysa, a, qizil ko'z pulini qachon berdik a? Yozdimi? O'qisa? Pulimni qachon bersiz? Fikaya, avcho, pulimni qachon bersiz deganga pul bergan emasmi? A, sen deb yozsizmi? Qizil ko'zga nima qilib qo'ysa? Kechiring afandim. Undaq degil bo'lmaydi. Fikaya, bunda degan olmasa, "Va, lafza pulimni qachon bersa" deb yozsa. Kechiring afandim. Undaq sat gapni yozib bo'lmaydi. Fikaya, ishim bo'lmaydi, meni dedi deb kenik yozib qo'ysa. Allah'ım tükeylen tokuday. Attab sınıp oturup gitsiz var. Sorushib qolgan qo'qidek. Vay, kurtluğuz düzü gitti o. Cikmek şokudek. Aldırab yengib ketman. Tuklib etgan cho'qidek. Boynuma gidiyor, kadın çıkan sokudek. Bo'ynidan chinordek, bo'ynimdan yeni juvozdan o'qidi. Bıyıktaklara, eynek bir kara, görünse xuddi dokudek. Kimni ko'rsam chaplashma. Kuruk to'qining to'qidek. Fika. İşgidek bir narsa bormi? Ba, qancha ishchim? Bo'lmasa, anandan beraman. Ishqisicha o'xshash qancha shay. Bilib eling. Nech pul? 2,5 qo'y. 5 mo'ljallik beraman. Voy aka, qancha shay deganicha, potukisi bilan ko'tarib gap ichadigan narsa. Pach sotmaymiz. Ajab qiziqansizlar Fikam. A, bizning mahallədəki 20-30 qo'yli qaraqma pach sotadi-yu. Sizlar bu qancha shu degan narsalarni pach sotmamsizlar? Ikkisi o'xshamaydi. Anımda. Ahavlarniki o'xshaydigandan beraman. Kim qizaq qilasiz? Nima bo'ldi? Ben ishkirim qo'ymasam qancha shu deb menga quruq so'ni setibsiz-ku. Hey, Ha,
Çay ekran. Ha? Çay. Ya Allah, ya Allah. Nimada fakraysiz? Ya Allah, ya Allah. Hey. Birersin tuzun kep kalsı var go. Öyde erim yok da. Neymiş kundaq degirekme? Vay ben ne mi desem şunu kısam olmadım abi. Ha? Assalamu alaykum. Kimni izlaysiz? Ha? Uyda erim bor. Tetiksiz. Vay ben sana öyde erim yok da demedim mi? Bu telefonçu sizga kelmabdi. To'xtag'ina. Hey. Ha? Xato qilib qo'yibsiz. Hey. Men sizga dedim-ku, xato qilib qo'yibsiz. Hey. Telefonni nim qo'yib yetisiz? Gap qilolmaysiz-ku. Yiningizda biroz pamit ya. Chapsan bu yoqqa keling. Men hozir sizga dedim-ku, xato qilib qo'yibsiz. Bu uyning nomeri-chi? Uba. Ulan cho'ng apangiz og'rib qolibdi. Men cho'ng apangizning uyiga berib, qaytib kelaman. Men qaytib kelgani uchun siz uyda dadangizning gapini anglab o'ynab turing. Bulamda dadangiz hozir qaytib keldi. Dadangiz qaytib kelib bo'lguncha siz gençlik ko'rib o'tirib turing. Ma'qulmi? Men qaytib kelgandan keyin sizni bog'chaga borib o'ynab kelma bulamda. Men uyga vaqtda rozibni oldingizmi? Aldım. Uy birinchi bo'lmaganda? Babam nasıl kaldı? Kichik bolaga yolg'on so'zmaydi bunim. Dadangizga azamlar aqishmaydigan tursa. Amca babam baba kızga kızının akıp dedi o. Bugün sizi tasarlar oynayın. Kalkıda koyun. Xuddi ketdi. Alaymi? Bo'ptilar, keling. Gaqib o'tiraman. Yo'l to'silib qolgan qarang. Ha. Uyga sal kechikib bordigandek qilaman. Siz nerda? Ha, uyda. Vallahi tamoq yeyapman. Vallahi ensirman ha. Xotirjam bo'ling. Bo'ladi. Ma'qul. Xo'sh elsa. Xo'sh. Hey sen boşuna söyleyebilirsin canım ne bir kızla var. Şundan kalmışlar. Kaçtılar gelişken. Bedenler kalmış kaldı gözler köründe. Kızla var heves mi var? Kız. Taşı bak sen çiçinden bak sen. Lan bir kızın içinden bak sen. Şerden var. Bana şundan kal sen. Bana.
Ha, yapamı? Ha? İşte Qanda oldu? Mana munda oldu. Tömürni tashlasang, datlishidi, xotinni tashlasang, yatlishidi deb, hep sen bana yatıp gitti. Şunak biz ajrashganimiz rost bo'ldimi? Mega. Ha, nima? Emiş Xudoyim nemish qilmish sizlar ayollarni ham chiroyli ham durt yaratib qo'ygan bo'libdi. Bizni chiroyli yaratganlik uchun sizlar erlar bizni yaxshi ko'rsizlar. Biz dökkaranganligimiz uchun sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bugun biz ajrashib bo'ldi qara. Mush necha vaqtni yog'i, qo'sqimda bir g'umbatni oydinlashib ketsin. Ma bizning 6 bolamizniki 5ning chichi qara. Nemish qilma kichkining askardan chichi serib qo'yib qoldi, ha? Asli so'rmasang yaxshi bo'lardi. Desam g'ururingga tekkitamiki? Voy hech narsa bo'lmaydi. Baribir bizga ajrashib bo'ldik emasmi? Qani degina askar zot kimning bolasi, ha? Rostini aytsam bag'u, askar sening bolang. Boldi. Aka ben sizga bir narsa aytib beray. Boldi. Maqulga aka ben sizga bir narsa aytib beray. Boldi meni naqsham. Meni naqsham. Boldi, rahmat. Olig'im yo'q. Sen maqulga qatla olmayman. Maquldan bir aqlayman. Boldi, bas, olmayman. Boldi. Yo'q, boldi. Meni naqsham bak do'chi aka anglapasiz, cho'qim amroq bo'lasiz. Boldi, bir qilib o'tibamiz. Boldi, aka. Aqldan emas, meni naqsham bak do'chi aka. Cidden başımız döndü. Burun kara kıydı.
Filan. Bana cidden başlamıştım buranın. Yer param kıydı. Filan. Cidden başlamıştım buranın. Bana en ağır param kıydı. Cidel başlamıştım burun, cidel başlamıştım burundayız. Bu cidel zat kaçan başlandı? Gerçekten bu yok. Bu cidden hazırda başlandı. Ne yaptın? Mahmut gidi. Bugün bana içilir alırsan ha? Ben tamak yemeğiyle doğru 3 gün oldu. Nima? Ben tamak yemeğimi doğru 3 gün oldu. Oo, bu mahta karan. Bunda kılmay, soğulap gel ha? Anladım. Mahmut'ları alırsın, adıqalır olsun degen boşlar. Atıqınımla ben sen mesela bari bir kayıt yapılanmaysa öydüm o terk çıktım. Güre! Şimdi ben bir ayakımla mıyım okula? Yok ben arak içmeyeyim. Bırakışmayayım lan? Yok. Onda olsa bir tane tamak çek ya. Yok. Ya bunun ezelde çıkıp bakmagan. Onda olsa mesela bir kıma zorluğa bir tak. Onu tekimi kılanmayım. Kımam oynamamsa? Yok, onu oynap bakmagan. Nasıl oynamamsa? Yok. Yaxşı. Güre! Nasıl bizim oyun varasın ha? Nima qilmaysiz? Ayağına qara. Arak içmeydigan, tamak çekmeydigan, kıma oynamaydigan adamın qanday afat qaldığını bir ko'rsatib bering. Saat 8 bilan bitirdim. Şuna Şu diyorum lan. Boşa dişilikli şeyler. Bakın. Keçiyorum. Bakın siz nereden kaldınız? Ayağım öpüreydi gel. Ben yaxşıcı, gitmem. Neymiş ka? Olmasın nerede çabın adamlar? Kaypaklı bana atıp ayağını olur, yoksa sılaydı. Vay, dada, bu ben. Bu iş boğulu, heli uzun boldu. Aslı sizlerge demeydi gittim. Bırak hem de demisem zadi bommağıdık. Oğullar bana bir yıl ilgiri yanıyor ekip bermen dep çıkıp ketken. Ağzıma çıkmayıp gelmedi. Ben hem de kandak kılımen dada. Bakarak siz yavyudek kilişini saklap türüyüvermey en yaş baş korup korkuştu bopse.
Apa geldin mi? Televizor ko'ryapmisiz? Uyga biroz kelgan o'xshamamdi. Yuqoridagi qo'shnimiz xatini qilg'ini anglab kelibdi-ki, shunga birdan o'tirib chiqadi. Rahmat deb suyab qo'ygansiz? Yo'q. Nimishga? O'tganda dadam o ateşni suyib qo'ygandi. O ateş dadamning yuziga bir urgan. Ben işlevatkan bu türden 3 yıldan bir yansıyan çıktı. Bırak şirket bu türlü boğan selimini tolatmadı. 3 yılda tırı şarkılar biz hazır teknikli göz şahsıl kılıç aldı tırvatınız. Başka şirket tokumculuk karxanasıga tayinib 10 yıldan keyin kirim 10 hassa açtı. Haros. Ne bo'ldi? Men sizga bir xush xabar aytay. Xush xabar? Nima xush xabar? Ertadan boshlab bizning bu uyda bog'i 3 odam birga yashaymiz. 3 odam? Rasma? Erta bu uyga bog'i opam kechib kelgan bo'ldi. Aka, seni bugün Mishel chaqirtishimda maslahat so'raydigan bir ish bor edi. Mening yeshimni birga berib qopti. O'ylaydigandim. Hozirgi qizlarga ancha ishonch qilib ketgan bo'lmaydi ekan. Seningcha qarchash qizlar vafadarmidi yoki sirqchash qizlar vafadarmidi? Maslahat beray aka. Menimcha yanada oqchashlik vafodar.
Hay. Ha? Nima o'ylayapsiz? Men hozir siz o'ylayotganni o'ylayapman. Nima? Buzuq o'zini tuta olmaydigan. Nega yo'qlan xayollarni qiladi? Qo'llar sho'rpiq chilashdi. Voy, hech vaqasi yo'q. Sho'rpiq qiziq emas, qolon ko'ymida. Stop. Ne bo'ldi? Nima ish bu? Sho'rpiqdan tugma chiqdi-ku. Tugma? Xudoyim tova. Etgan yozman, men tugmani topolmay yurgandim. Rahmat Juma aka. Rahmat. Ya Allah, qirib beqsam. Vay, kılmıgın ha! Edep olmaydıgan yağaç kulaklar. Arkadaşlarımız yerde oturup, kendi yıldız atıp, siz gideceğiz. Ben erteden başlayıp sakalını koyu deyimkin deyim. Sizler iman bosla, ben mezun bolsam, altın üzükke yakıt göz koygandek iş olattı. Hey! Ben her kaysağını düzeymen davasam, bir yerde oturuşup, çıkışıp, tamam gitmişsen o, ha? Dur ver. Yok. Ama ben sen dur ver. Yok. Yaxşı, işkili unutulur ver.
kichkining mening o'sishimni xohlamaysa, ko'rmayapsizlar, ha? Hamma bir kuni men o'zimni ko'rsatmaydigan bo'lsam, xat to'xtatish olay, bolam. Ola. So'ranglar. Mening faqat oliy maktab o'qigan yerim bor. Agar men oliy maktabda o'qib qolgan bo'lsam, oliy maktabni bitirmay turib olim bo'lib ketdim, juma. Men albaydi, shu ishga xatizimgacha hamqingizni bergan bo'lsangiz, men boshqa ketgan bo'lsam. Qachongacha o'ldirishga qo'pishib deb yuraversa, ha? Obdan bo'ldimi? Endi chala. Sara. Nega mandın? O'zingchi sen meni hech ish qilolmaydi deb o'ylab qoldingmi? Seningchi bo'lsa men atdegandan kechgacha sirtqimay chiqmay, qo'yinga halab etib, yana o'tarsam bo'lamdi. Voy. Nimada o'tirdim o'g'il? Bilib qo'y. Men degan bog'u odatga odam emas. Men sendek odam bo'lishni xohlamayman. Men degan istiqbolim porloq yigit. Men hargizmi yoshlik bahorimni senga o'xshash shu itsizlikdan nobud qilishni xohlamayman. Mening qalbimga pikkan ne go'zal orzularim bor. To'xtag'ina. To'xta. Balam, sana yana nim bo'ldi? Apa, sen ma dadamga bir gap qo'yg'ina. Doim mening ko'zimga kirib oladi deyman. Balam, bu degan sening dadangchimi? Bizning ko'nglimizni aramida qo'ysang bo'lmamdi, ha? Ya o'ylab qo'yaylik desak, uning qo'nimisan. Magetni, men sizlarni bir o'ylab qo'yinglar dedim-mi, ha? Ya Allah, balam, qo'yg'ina bundan gap. Men bog'u apa, o'z armonlarim ustida izlamadim. Neydi, yo'qlan gapni qilib odamman, 5 naqritmanglar. Bo'ldi, az gap qilma. Men bog'u hozir Saidli qarindikiga bormasam bo'lmaydi deyman. Dada, men Saidli qarindikiga ketdim, ha? Apa, men Saidli qarindikiga ketdim emsa, ha? To'xta. Nega boraman dedim? Mo'sha atdan bilan qorni zapiramsan? Yo'qan gitma qarama. Men degan etizli kalidek ishlaydigan odam emas. Men degan o'zga tegishlik odam. Hamma yerda mening talantim ustida gap bo'lib olsa, sizlarning ko'zingizga qarab qachongacha yashayman, ha? Apa, men Saidli qarindikiga ketdim. Xo'sh. Hay, to'xta. To'xta deyman. Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Qandaqmi qilamiz? Dadisi, qandaqmi qilishamiz? O ya gapimizni anglamasa, qandaq qilamiz? Assalomu alaykum, qarika. Va alaykum assalom. Obdan tuqalla, ha? Pekir, mundaq bir ish bilan kelishim. Men kichik vaqtimda sizdan ta'lim olgan, endi sizdan ilm olaymiki deb kelib edim. Ilm degan bebaho gavhar. Mening ilm ilishga maqsadim bu nadonlarni uyg'otishdan iborat. Men alaydan biyaga sizni ustoz tutqili keldim. Men atidan boshlab soqolni qo'yib deymikin deyman. Sizlar imom bo'lsa, men ma'zum bo'lsam, oltin uzukka yaqut ko'z qo'ygandek ish bo'ladi. Shunga men janobilardan ilm tahsil qilib, shu bilimim bilan xalqning beshiga soyman bo'lsam, u chaqda baxt bizga keng quchoq ochmamdi. Kentimizgilarning turmushi kundan kunga yaxshilanmamdi, ha? Sizda chatoq yo'qdi, ha? Sizda chatoq bo'lmasa, menda faqat chatoq yo'q.
Vay Seydul Karim, sizler to'liq xiyolni suravermang, oldidan kitobni asla vaqtni bekardan-bekor o'tkazib etmaylik. Kitobni ochmaslar, vaqtni bekor o'tkazib etganlik nodonlikning ifodasi. Qani kitobni asla. Biz darhol ilm tahsil qilaylik, kitobni asla. Seydul Karim. Ma'qul. Asla. Harika. Mehmonlar saqlab qoldi deyman. Mazda qilib tezroq mangmanglar. Mangmanglar. Maslar. Oy, mehmonlarmi kelib emasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani. Voy, qo'zg'alishimiz. O'tiraverasizlar. Qani. Shukr sizlar. Kesem. Qani. Amin. Allah akbar. Qani. Qadixon, qarikamga choy, ha? Qani piyola. Asla. Qani og'ash o'tirsizlar. Harika. Sizlar. Asla. Oy, nafas qo'y. Mana. Asla. Qani mazalardan og'ash. Tatmaymiz, qani. Asla. Somsini chiqinglar. Isla. Qani somsada ilishsizlar. Xo'sh. Qani ilishsizlar. Qarka, qani asla, ha? Biz qo'saq xizmatlar bo'lmay, ancha-muncha paranglashib o'tiraylik. Men qarikamdan, balachig'imdan tatiblar bilim tahsil qilib kelyapman. Ham so'rovlarda xalqqa vaz aytibmi kelyapman. Bu mo qarikamning shafoatidan bo'lgan. Hozir bizning yoshlarimiz buzilib. Odamlarimiz intayin g'aybat qo'yib ketdi. Shu emasmi? Anlasam, yılki yuqoqi maldagi potpuchuq, tuvanki maldagi solitasning qulqini gachchida qilib ishlab demiş. Mana qandaq jamiyati bor-ku, mana mushunda ishlarmi yo'q emas-shumi? Ya Allah. Haras, bizning hozirgi mushu qiz ayollarimiz, erlarimizni besib tushib, haraq tamoqiga hujumni qaytadan boshlab demiş. Nemishga choy ichmaydi ular? Bekadimga haraqsi bo'lamda, nima deb tamoq chigidi? Qarab turib ayollar tamoq chigib olsa, erlar nima chigidi, ha? Anglasam bu yil yozda Urumchida yana uzum pishib demiş. Tova. Kichigimdan tortib hozirgacha men mushu qorikamdan ilm tahsil qilib kelyapman. Buningga Mazna xonimmi o'zi guvoh bo'la oladi. Shuning uchun men uzil demay, cho'qim ilm tahsil qilishim kerak. Şeytan. Ne kadar balam? Men çok arapa Seydul Qorim bilan xalqqa va'z aytib keldim. Pishibdi, ha? Bunun içinde kurt vardı sanmamdı, ha? Oy, balam, bo'ldilar. Dadam qani? Dadang etizlik ketdi. Sen berib qarishpasan bo'ptikan balam. Shu tag'na apa. Mo'siz yalan yoq degan gapni anglamaganmisan? Mening bu dadamchi
Ya bir qo'lidan ish keladigan yurtning kattasi olamidi? Ya bir bunda bir puli bor millionlar olamidi? Meni javobi opa, bunda dadini baqqandan eng yaxshisi baqmag'inimiz tuzuk. Voy, qaramaning davatgan gapini. Voy. Men baqo opa, mushu butun elga tonilma. Hamma odam meni voy deydigan bo'ladi. Voy jinim bolam. To'v deb singan mening yigina yana nega tonilmoqchi? Opa, men jahonga butkul dunyoga tonilaman. Men xalqni o'ngishmasam zodi bo'lmaydi. Voy bolam, xalqni o'ngshayman degicha beshingni o'ngshab qo'ysam, avu ay go'zal degan qiz shundoq chiroyli, pokiz bola bo'pti. U vaqtda senmi xotirjam, menmi xotirjam bo'laman emasmi? Sen nima o'yda, men nima ko'yda jinim bolam? Qandoq deysa? Qara, uning paxlanda. Paxlanda ko'zma uni so'yib yemdim opa, ha? Sening shu kallangni azroq chataqchimi? Men seningmi kallangni o'ngshimsam bo'lmag'idek. O'zingni bilib, o'zing o'ngshib ol. Voy, nada yo'q gapni qilib edim. Ma balani. Voy, tazmi bir qiziq bor. Ma balaning davatgan gapini. Assalomu alaykum qarika. Va alaykum assalom. Aka, o'ta. Amin. Amin. Allohu akbar. Sen neymiş bile kelgendin? Qo'rqmasa qarika. Sizlar degan mana mening nazarim tushgan zot. Özleri meni ko'rib turiblar. Dadamning tumig'i, dadamning yaktiki, dadamning ishtini, bu mening mazmun bo'lishimning oldingi sharti. Sizlar meni qachchida jamoatning oldiga olib borib, hozirdan boshlab mazmun bo'lganligimni bir jakolib esla, ha? Sizlar, qo'psa. Nimalarni deydigan sen balam? Bu mazmun deganni bo'laman deb bo'lib oladigan ishmi deyma? Balam, boshqa ishga chaqchaq qilsangmi, mayli. Lekin mavi ishga chaqchaq qilsang bo'lmaydi. Ay qarika, sizlar obdaroq o'ylab baqsizlar. Men mazmun bo'lmasam, mening o'rnimda kimni mazmunlik qila oladi deyman, ha? Qo'psa. Astagfirullah, nima deydigan bu bola? O'tag'ini. Qo'psa. Qo'psa. Ma'qul. Mana. Qo'psa. Ma'qul. Ma'qul deyman. Aldirma, qilichimni kiyib olay. Ma'qul keyslar. Ma'qul. Ma'qul deyman. Sizlar shu Voy. Qarika, bu siz yana bir yer turib olibsiz-ku, ha? Ma'qul. Haras. Taratib bor-da. Tarat bo'lmamdu deyman. Nima deydigan? Ha, unda o'zi yaxshi, ma'qul. Ma'qul. Meni nima gap qilsan? Ha, mashit ko'ramiz, ma'qul. Jamoatni oldiga olsa bo'lmaydi. Mening mazmun bo'lganligimni cho'qim bilgan jakolib aytmasa, mening kechacha uyqum kelmaydi. Ma'qul. Qara. Men taqib dey. Muhtaram jamoatlar, dasturxon beqishib paslar. Qani. Marhamat. Hurmatli jamoat. Bugun men sizlarni shundoqla sohibxonni avor qilib, sizlarni bu yerga yig'ishimning sabab bilim berguvchi dono ustozim Saidul Qorim bilan mening sizlarga deydigan ikki kalima so'zim bor. Men fanniy maktabda xili ko'p o'qigan. Hozir bo'lsa ustozim Saidul Qorikamdan ta'lim olib kelyapman. Hozir xalq ilmga, madaniyatga tashna. Buning uchun yana bizdek bilimlik, talantli kishilarga muhtoj. Hozir kishilar gunohdan yanmaydigan, hadislar g'aybat shikoyat qiladigan bo'lib ketdi. Shu bularni tuzash uchun el jamoatga hidoyat yo'lini ko'rsatib beradigan mana menga o'xshash bir odam kerak. Hay, balam, bo'ldi. Ay dada, sen ansirmigina? Men jamoatga foydali savob ish qilmoqchi bo'layapman.
qadrlik el jamoat, hozir ko'rib turibsizlar, Mazna xonim qirib qoldi. Uning ustiga bu odamning ovozi burunqidek zil chiqmaydi. Mazlum bo'lgan odamning ovozi cho'qim yangroq bo'lishi kerak. O bola nima deydiganda? Hay, yosh turiblar. Kallisdan ketdimi nima? Shuni bizdek yoshlar uning izida besishimiz kerak. Bu degan islohot davri. Hamma yerda yoshlashtirish ilib berilyapsa, biz qarab turamdiq, ha? Bu mazmunning o'rniga cho'qim men mazmun bo'lishim kerak. Olsang ola shu mazmunlikni. Hay, Mazna xonim. Hay. Shu taqana dada, to'g'ri qildi. Ketaversin. Xotirjam bo'l, ketaversin. Mazna xonim. Menga bas. To'xtab tursa. Vay, dada, jim o'tag'ina. Mushu balning gapiningmi biroz asosi bor. Endi el jamoat mening mazlikni qanday qilganligimni bir ko'rib qo'ysin. Men qarikamdan ko'p ilm ilib mazlik shartini hozirlab bo'lgan odamman, ha? Qani, endi tamoq yeysizlar. Alali, ha? Dada. Qo'pa. G'aflat uyqusatgan odamning nasbasi deyman, qo'pa. Namoz vaqti o'tib ketmasin, bo'lmasa odamning bo'yniga shayton minib oladi. Chapsan qo'pa. Nima dedim? Qo'p deyman. Namozga chiqmasak bo'lmaydi, qo'pa. Voy qo'pa. Namoz olmaganda tag'a. Aytgandi voy. Qo'pa. Voy. Namoz vaqti bo'lmabdi tag'a. Yerim kechidalarni o'g'itib. Hey, qanday degan gap bor? Lo'li qo'ymay. Ay. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya alas salat. Hayya alas salat. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Allahu akbar. Yeriq alıcağının qıraşı ekende bu. Allahu akbar. Ekber o'zicha mazin bo'labilib yerim kechida azon etgan nemasi. Dadisi bo'lgan odam gap qilmamdiganda. Yoki u bolasining bu ishidan xushal bo'lamdiganda. Mazna xonim. Nima shop ketdi bu? Menda nima amal? Gap qilsaq gap anglamasa, texe mendan cho'ng so'zlaydi. Bu ishni qanday qilib endi? Texe tartibami deydi. O'zining tartibami, ha? İmam Axunum, bu işni özleri hal qilmislari bo'lmadi. Nadimi yerim kechida qopib namoz o'qiydigan ish bor deylar, ha? Dadisi bechorami xijil bo'lib masjidga chiqolmayotidi. Uni qo'yib bersak, 4 kunda masjidni ostin-ustin qiladigan o'xshaydi. Hay. Bu ishni Xudo o'zi tuzimisa, hay. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom.
Taraf ilova qilsizlar. Tartong bor. Ilovalayli Juma. Ilovalayli. Ma'qul. Mama. Ma çekişleri bombada. Bombada. Ma çekişleri bombada. Kesle. Bir saatte. Anada. Yaxşı. Oldu. Sana geldi ala. Bu adam bombaydı Allah. Hey! Ben her kaysağını tüzeymen davasam bir yerde oturuşup, çıkışıp, tamam gitmişsen bu. Ha? Her kaysağının hali şu tutsa meseleni kanda uşayman. Mağının yana çıkıp otağını. Kıcılanmaydıgan. Satlatmaydıgan. Adam bombaydıgan. Akil hem milanda ötüm hava. Estağfurullah. Sen çıkışı. Bana çıkışı. Kalvala, saranla. Bana. Ne görmez. Çekil reyle. Ekber balam, tamağını ısık diye vağına canım balam. Nemini oylavatıdığın sen? Baba, anlasam şehirde bazı kızlar erler otağın sorunda yerinde oturup arak şişmese pul alamış. Şu kızlar mı kim? Gidiyordu he? Belki bu şundaktı balam. Ana balam, inşallah ısık diye vağına. Balam, Ala balam, Oy, ne varsa? Ben terakil olayım. Canım, oy canım. Bu bala, men bu ketip baradığımdım. Günden günüge eğirişip ketivatıdı. Toyuna kıvağıç sağ salamet turup ez boladı. Qandaq mı kalarız? Yüreklerim ezilip ketivatıdı. Ay Xudoyim. Anlasam, Ekber öyle qondaq yazıp demiş. Keçi şu qondaq çıkıp, ensam dolap çıkıp iken dağla. Alamet geldi de alamet. Mekanda tapanmağandaki keçi şıkıştırdı de hava.
Qaranglar. Bu kelyapti. Jinni yigitini qisi jini kelyapti. Oxirgi zamon bo'ldimi deymi? Voy, uni bir qilmaylimi? Bizni bazlar o'tdi. Hey, her qaysingning qiladigan bir boshqa ishlaring yo'qmi? Ha? Men nima o'yda, har qaysing nima ko'yda? Ha? Birdam qarsan nish chekayotgan. Birdam qarsa qamar o'ynayotgan. Yana birdam qarsa eliqi ayishil jumlaqlashlarni bir-biriga so'qashtirib o'ynayotgan. Hozir ma jahonda nima ishlayapti? Ha? Amerikada nima ish oldi? Yaponiyada nima ish oldi bilshamsa? Ha? Voy, kulmagina. Adam bo'lmaydigan yaqaç quloqlar. Har qaysing mishada o'tirib, yadi, shiltis tortib. Siz ketchasi. Qarab turib mening gapimni anglamayotgani? To'xtab turish. Amri bir kuni gapimni anglatgan qilman-ku. Mangana. Hey, her qaysingga men kunda davramdiman, ha? Her qaysing bu yerda haroq ichib, ha? Naqsh o'qib, o'ltog'icha uying ko'rib, kitob o'qishdan olmamda. Her qaysingga ichinyapman, faqatlik gap anglashmaydigan nima ekansa. Bilim olsang, her qaysing osmonda uchsa, ha? Bilim ilishmasan, qadixonning eshigida kechkicha tag'ani ko'tarib yurishaversa, anglashdingmi? O hamoqat saranglar. Her qaysing ilmning nimaligini bilishmay, xuddi qilib yo'q kesakdek o'tirsa. Her qaysing nimani bilishsa, ha? Kun chiqqandan tortib, kun patqicha mishada haroqning ta'tir gapini qilib, haqning g'aybatini qilib, nima yaxshi kunni ko'rchasa, bizni qililla. Degandan beri shuncha gap qilsam, hech qaysing mitmi qilishmaysan, ha? Men sen hamoqatlarga gap qilyapman. Ma o sarang beshimizni og'irtib, yana paydo bo'lib qoldi-ku. Kimni sarang deyapsa? Sarang, o'zing sarang, kalla, tut. Buni bir adablaydigan chog'mi kelib qoldi. Meni adablamsa, meni adabligicha o'zingni adabla, bir-biringni adabla. Adablayman deydi. To'xtab turish. Har qaysingga hamini bir kuni o'zimni bir ko'z qo'yman-ku. Yana birda so'zligini haqini. Nima deb so'zlamaydi ekanman, ha? Sen meni kuchib aytmamda, ha? Sen so'zlamasam, kim so'zlayman? Ben so'zligini haqini. Oy, qadam bormi? Voy, mana. Yana so'zla. Yana so'zla. Bir boşuna vuruşacaksın. Sarayda vuruşacaksın. Kim baştan geldi yapıyorsun? Kaçana. Bulun. Kilişmemse. Nime kıçsa. Yaman basın kilişe. Endi ben her kaçtığını edepleyme.
Qani. Kent başlığı, özleri bilirler. Bu yüzden sıradan başka yölengirek adımımız yok. Şun. Benim yine ayrım ko'nglimda elden elgine elden yaşıyor emasmi? Qandaq dedim, ha? Heyli qishni unutib qolmaslar, ha? Bo'ladi, chataq yo'q. Bo'ladi. Shun. Ish bo'lsa izlab kelsam bo'laveradi. O'zim to'g'ri uydaman. Qandaq ish bo'lsa o'z vaqtida to'g'ri uydaman, ha? Sen xotirjam bo'lib mingiyver, ha? Ana shunday qo'ysin, ha? Qo'shaversa. Ras, heyliqi Beliq ko'liga tiladim bir suv boshlig'i bo'larmi? Sana dedim-ku, xotirjam ketaver. Ha? Ma'qulmisan? Shunday bo'lsin. Xotirjam ketaver. Kent boshlig'i har qanday ishni qila oladi. Sen buningda xotirjam bo'lsang bo'ladi. Ma'qul. Xotirjam bo'l. Ma'qul. Lekin shu dehqonlar palani suv boshlab ketdi desa, yana shu gapni qiladi ekansan. Men boyada sen xotirjam bo'lmamsan. Ishlaring bo'lsa uyimga kelaver. İşlerini hemen to'g'rilaveramiz. Ha? Bundan sen xotirjam bo'l. Men dedim-ku. Rahmat. Rahmat olsun. Xo'sh. Ketaveramiz. Xo'sh. Ma'qul. Bo'ldi. Xo'sh. Ma'qulmisan? Xo'sh. Xo'sh. Çocuğunu yersin. Kimsen? To'xtanaymi? Asta. Endi kaynimga qarab qopdimi? Kent boshlig'i. Asta. Kim? Kent boshlig'i men. Kent boshlig'i. Yemish. Akbar degan saram bizning gapimizni anglab qolgan o'xshaydi. Qaysi Akbar? Ol Salih qorningchi. Hey, bilmamdim uni. Hamma yani oylib yuradigan sarang tursa, menga berib o'g'ra menga. Mang. Ma'qul. Ma. Ma'qul. Oy canım balam. Oy canım balam, beni onda korkutma ne? Ha canım balam. Ekle, ben sürtüp koyayım. Apa. Ma'qul, ben ciger ekrey. Canım balam, ben qandaq qilay? Qara apa. O bengiler meni urib oldim, tilib oldim deb aldırıp qo'shib ketishmisin. Aman bir kuni saqayga vaqtimda ularning adibini vermaydigan bo'lsam. Bo'ldi balam, bo'ldi. Onda küçüme. Yüzünge cigerini çaplap koysam, yüzündeki ışıkını aladı. Bo'ldi qila apa. Onda qımma yüzünge çaplap koyay canım balam. Oy, onda qımığına balam. Ben hoşup gitey. Nemi qılattın canım balam, aşı eskiler bilen teng bulup. Özünü oylasan bolmamdı. Qara, öyde olturgan bolsan, muş iş mi yok canım balam. Oy. Apa, men emdi məhsin bolmaymikin deymen. Vay canım balam, həcəb isil gep qıldın. Endi əxlingi kepsen. Həcəb xoşup gidiyordu men canım balam. Asta dur. Endi öydicim oturup, dadanğı qarışıp, qara, xatırcam bolsaq, çıraylık toyunu qıp qoyumuz. Qandaq deysə canım balam. Hətidən başlap, kent başlıq olayım ki. Nemi deydiğandı mı bala? Apa, emdi men. Hətidən başlap, herkes məhzun bolmayman. Məhzun bolsa, hiç kim onun gipini anlamaydı iken. Lekin kent başlığının gipini həmmə adam anlaydı iken. Kent başlığı neymi dese, şunu qılıdı iken. Həmmə adam kent başlığından qorxudu iken. Şuna men məhzun bolmay, kent başlığı bolayım iken deymen. Eğer men kent başlığı olub qalsam, herkes xiyanat qılmayman, paramayman, xalqның qimini qılıman. Şuna men çoxum yaxşı kent başlığı bola alayman. Vay canım balam, qandaq olub bu xiyalıq gep qaldın? Ale. Men kent başlığı olmasam zadı bolmaqdek. Tüte. Oy, bu işten tuttusun. Asta. Men çoğaba məzlilikten caq doydum. Elə qırmazın məzlilikini qılıversin. Men kent başlığı bolğandan keyin bugün meni oğan heliqi hemdem xiyal bengilərinin ədibini
Rasağa berip özümnün qandaligini ko'zitib qo'yaman. Voy canım balam, xalqning ishiga aralashmasang bo'lmamdi, ha? Apa, sen tarat elib olgansan, ha? Voy. Kent başlıqda qo'qoqni nemishqa menga o'xshash iqtidorli odamlar tutmaydi. Bu zaten uchun. Qog'im a'tiborli qush bo'ldi gene. Ha, pul topolmaydigan eti zamandinglar. Sen kent başlıqını ağılmangdı. Ota-ona japa tortib yursa, sen mushundaq cho'jalamagan sadak yuraveramsan, ha? Ishonib qilma. İştegenichi, biz sana o'xshash taqa ko'tarib qilmaymiz. Zamonaviy uskuna bilan qilamiz. Har qaysi mening nima o'ylayotganligimni bilishamsa, ha? Buni bilishmaysa, cho'qim bilishmaysa, nima o ishlarni tizig'icha turilib qilgan ishning tayini yo'q. Chet ellichi mingmo yana bir dehqon mashina bilan teriydi ekan. Men shunday qilaman. Ey, sen bağı kötek arısı toşkan tutumen demey. Berip işini kıla bana. Vay, manga özün işini kılana her qaysiga tushundigan ama foydasi yo'q. Sarı oldu. Bana. Ate. Tate kulağını siyah. Yok. Ate. Ekber qari. Çıkın. Kelmemse. Tank edişmamamdoq. Tank edişmamamdoq. Her qaysan vaqo mashindaq o'ltirishsan, tank emas, ishak aronsima yetishmaysa, bugun mening ishim aldirash. Bopto, men har qaysingga gap qilmay, men yezi boshlig'ini ko'rish bo'lib, kent boshlig'i bo'lgandan andin har qaysining adibini berma. Men hozir nega borib bilishamsa, men vaqo yezi boshlig'ining ishxonasiga borman. Kent boshlig'ining ustidan arz qilaman. O'zim mush kentga kent boshlig'i bo'laman. Anglab qo'yish, mana men har qaysiga kent boshlig'i bo'laman. Voy, ishini qilay, mana sarang. Meni sarang deb ketganmi? Bu sarang. Vay mamma, kelanglar, o'ynaylar. Tika. Hele, doğama, ha? Assalomu alaykum yezi boshlig'i. Muborak diningiz yaxshi turayotganda? Yaxshi. Ha, o'tiring. Siz men. Siz biror ish bilan kelganmidingiz? Ha? Mundaq ishga qarang. Bu xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng bir ish. Hozir bizning o'yto'roq kentimizdagi dehqonlarning turmushi intayin nachar. Uning ustiga bizning kent boshlig'imiz ilgarigan qarqo'saq bir nima. U mush holiga qandaqmi bizning kentimizni boshqara oladi deyman, ha? Men bunga faqat tushundim. Uka, siz zada nima demoqchi? Demoqchi bo'lganim qarang. Bizning shu mahallamizdagi jamoat unumasam unumay meni ma'zin qilib saylab qo'ydi. Odam pek bilimli ko'p kelsa, hammasi odamning hurmatini qiladigan deyman. Ukam gapingiz olsa chaqaraq aytgan, mening tövanga tushadigan ishim bor. Demoqchi bo'lganim, men mushu bizning kent boshliq bo'laymikan deyman. Endi bu qo'lingizdan keladigan ish. Siz ishkilik bir narsa yezib, qancha tamog'ingizni urib olsangizlar, men bir boshliq olib kelsam deyman-ku. Siz qaysi maktabda o'qigan? Men mahallamizdagi to'liqsiz o'rta maktabni bitirgan. Uning ustiga mening dindim xabarim bor. Qo'shbisliq ta'lim olganman. Ba'zilar mening qobiliyatim qarab, yaqinlarini tutishib hayron qilishidi. Mening faqat oliy maktabda o'qimgan yerim bor. Agar men oliy maktabda o'qib qolgan bo'lsam, oliy maktabni bitirmay turib olim bo'lib ketdim-jimi? Men aldiraydim. Shuni ishkila xatizib qancha tamg'ingizni urib o'tgan bo'lsangiz, men boshliq bo'lib ketgan bo'lsam, kentimizgilarni bir kun bo'lsa, yaxshi kuniga erishtirak deyman. Bo'ling. Bo'ladi uka, biz o'ylashib ko'raylik. Hozircha qaytib turing, ha? Biz o'ylashib ko'raylik. Pek uzun o'ylashib ketasizmi? Ma'qul, endi men saqlay.
Men mangay. Xo'sh emsa. Men mangay. Bo'ldi, uzatmang. O'ltirib qiling. Men mangdim emsa. Xo'sh. Anisi, bu balının beşini oңlap qo'yamdiq ya. Shunda qilsaqmi qilayli dadisi. Bo'lmasa bu bala o'ng ta'tir so'zlab, o'zigimi, bizgimi ishtirib o'zim so'yadi. Shuni desizlar dadisi. Birli bola emasmi, ko'zi qarab cho'ng qilgan. Bir qizning peshini tutsa, o'ng'ishilib qolarmikin deyman dadisi. Shunda qilsaq bo'g'idek. Keldingmi bola? Kela, o'ltirgin. Kela bolam, o'tira. Nagvadan. Men nagvadan bilamsizlar, ha? Men yezi boshlig'ining ishxonasiga berib qo'ygu, kent boshlig'imiz usun arz qildim. Qanday? Men yomonmikanman, ha? Ey balam, unda qilsang bo'lmaydi. Dada, sen qachongacha uchmi pesh og'zimga cho'yishlab yuraysan, ha? Sen nima qilay deysan? Odamni orom xudo yashg'il qo'ymay, ha? Nima? Ey, sen qancha qilsangmi boshliq bo'lolmaysan. Nima deysan? Bo'lolmaysan. Sen qachongacha burningni uchini ko'rib yashaysan, ha? Mendagi iqtidorli odamni boshliq qilmaydigan kimkan u? Sen burunning uchini ko'ramaysan. Nima? Qanday ko'rdiganligimni ko'rib qo'yish. Men boshliq bo'lganda mening qandayligimni andin bilsa. Men ketdim. Hey, unda to'xtab tur. Mama bolani. Ey xudoyim. Apa, men boshliq bo'lsam, sen nima deysan? Voy, nima deydi xanduma bola? Nima dedi? Bana verip öyle kim bulsun caklı çıkar? Bana. Siz bu da bana. Salak karga! Vay salak karga! Bu yak çıksın da. Kent başlığı çakırıyordu da. Anisi. Ha? Kent başlığı kepti. Salak karım. Haberleri var mı yok? Hoş. Senin oğulları Ekber. İlgirikin kep anlamaydıgan yağaç kulak adam baptı. Ha? O yukarı tüven tükrep yürüp, hepli adamga meni yaman kipimni qipti. Men shundoq yaman odamman? Ishonmasanglar, ma'nodan so'rab boqinglar. Xudo ashaq qilib qolsa, qo'li-qo'din tutib, oyaga opirib, o'zim bir taraf qilib yetaman, juma. Sizlar yaxshi tarbiya qilinglar, ha? Tamommi? Bu qatim yana mushtaq qilib qolgan bo'lsa, mana men o'zim bir taraf qilib yetaman, ha? Obdan tarbiya qilib qo'yinglar bolalarga, juma. Ha. Ama şundan olsun. Koş. Koş. Birden oturtmasın olmandı. Koş. Koş. Kapımız. Bana. Mana. Bu yeni işleri yürütmez mi? Hey. Nasıl kırk gider? Bana, sen benim eşimi topsalaydım sen. Sen yine o kent başlığının üstünü getirip yürüysen. Oynaşman erbab bilen, erbab sala herbab bilen degen gap. Nemi deyapsiz da? Men ama o'zim uchun yashash huquqim bor. Yo'q, gapimni qilib odamning ko'ngli rishtiqda yuradi ekansiz. Ist, sağdagi ashtalar. Nemi dedim? Ha? Nima qilsizlar? Qo'rqgan ishdan qo'rqmaydigan ishdan qo'rqib yuraysizlar, ha? Shunga qara, sen o'mush bir chapini ish ko'rmay yuryapsan. Sizlar mendan ko'p narsa o'rganishinglar kerak.
Nima deydi bu? Anlasam akşamlık tavukada taliyan 10'dan kep kaptı cima. Utup ve tağadı birini utmadık. Bazı uttuduğun gep, bazı utturduğun gep. O'ltirib ketdinglar. Bo'pti. Hozircha ham shunday o'ltirib turinglar. Hammani bir kuni o'zim o'shayman sizlarni. Biroq u nima qildinglar? Yezi boshlig'ining ishxonasiga. Agar kent boshlig'i bo'lib qolsanglar, bizga 10 ko'zinglar bilan qarab qo'yasizlar. Ha? Qanday? Ma'qulmiz. Xo'sh. O'ltiranglar. Nerede bir sarağını tutuyorlar. Paranın beli tepti dese. Şimdi koyun masalını. Baldı endi. Koyanglar. Yezi başlığının şansı var dikin emasmi? Almadis o'sib qolsa, foydasi bo'lib qolarmiki deyman, ha? Assalomu alaykum, boshliq efendim. Ma'rif olsun. Tamakını çürüttün. İşkan tamak çıkışık bulmaydı. Aras, mening heliqi ishim zodi qandoq ketdi. Hech bir xabar yo'q, ha? Fukam, siz de yaş, tecrübesiz. Başlık olaman deydiken siz, obdanarak öğrenişiniz gerek. Demek ben kent başlık bulamaydıken de. Lekin hazır hemmi yerde yaşlaştırış prensip yolu koyulmadı o. Ha? Fukam, bu çaqçaq qiladigan ish emas. Siz kent başlığı bolaman deydiken siz, davamlıq öğrenişiniz gerek. Kent başlığı buluş, undaq oңay emas, Fukam. Yaxshi. Rahmet sizge. Rahmet. Arz qilaman. Arz qilaman. Kent başlığının üstüdün. Yaxshi. Yaxshi. Bizni mushunda qiynag'asa bo'lamdi, ha? Suv bermagili uzoq bo'lib ketdi. Shu. Suv bo'lmasa nima bilan terakchilik qiladi, shundaqmi? Shuni deyman. Suv puli deb qancha qitim ep bo'ldi. Suv puli desa toza oladi. Qandoq gap bu? Qandoq bo'ladi, ha? Shu. Mana kent boshlig'i o'zi chiqdi. Qanday gap bo'lsa o'ziga danglar. Ha, nim bo'ldi? Nazir o'g'anda yig'ilishibsizlar-ku, ha?
kent başlığı. Yerlerimiz qurup ketdi. Endi bir suv bo'lmasa. Shundaymi, suv bo'lmasa nima bilan teriqchilik qilib deyman? Shuni deyman. Yana chaqchaq yerilib ketdi. Mamtimin kam suv bermagil uzoq olib ketdi. Shu. Suv bo'lmasa biz dehqonlik qanday qilamiz, ha? Buning bir amalni qilsa bo'ladi. Shu emasmi? Suv bo'lmasa biz qandaqmi teriqchilik qilamiz? Tapaqsizlar. Qaysi suvni beraman? Qaysi suvni? Elimiz yilda 2 qitim suv beryapmiz. Ya osmondan yomg'ir yog'masa, amisa haqasangni etizig'i berib tukib beraman ya. Suvning amalini silqimizlar qanday qilamiz? Odam o'las suyagi chivindak paydo bo'lgan ekansa, ko'zimda yo'qol. Mana, yo'qol. Yaxshi. Ma gapni ko'ring. Tova. Mabalning o'tirishi qaranglar. Ancha-muncha qarshi bo'lsang nima bo'ladi? Men qaranglar, men ulug'vor ishdan tutish qilyapman. Sizlar menga to'sqinlik qilmasliginglar kerak. Ha, meni qo'llashinglar, menga madad berishinglar lozim. Ha? Partiya hozir bizga to'g'ri siyosat yaratib beryapti. Lekin men bizning kent boshlig'iga o'xshash bir qism nafsoniyatchilarimiz o'z nafsiga cho'q tortyapti. Sizlar shuni bilamsizlar, ha? Ben kent başkanlığısını arz kılma. Bo'lmaydi. Bu kent vağı bana o'xshash bilimlik adamdan boshqarishga muhtoj. Ahmaydi. Nima haqmaydi? Jenim balam, undaq saranglik qilma. Men xursib ketay. Kim sarangkan? Sarang degan sen, sarang. Anisiga ushla gap qilamda. Ben kent başkanlığısını arz kılman. Men kent başkanlığının o'rniga o'zim chiqmasam bo'lmaydi. Mening shu ulug'vor planlarim uchun shahar ko'rishim kerak. Shahar ko'rish uchun menga sizlar cho'qim pul berishinglar kerak. Pul ber. Pul yo'q. Pul yo'q. Apa, sen pul ber? Yo'q. Yaxshi, ishqilingni pul ber. Ishqiling mening o'sishimni xohlamaysa, ko'rganmayapsizlar, ha? Ha, mana bir kuni men o'zimni ko'rsatmaydigan bo'lsam, xat to'xtatib turish olaman. Balam, to'xtat. So'ranglar. Qilma dema. Hey, to'xta. To'xta tur. Bu bola nima qilib yuradigan-da? Men qilgan ishni ko'raman. Bu bolaga nima qo'y kirganda endi? Hürmetlik cemaat, mening sizlarga 2 kalima so'zim bor. Men shukurga yaramas, harxor kent başlig'isidan arz qilmoqchi. Menga iqtisodiy jihatdan xalqinglarni keng ichayotgan bo'lsanglar, ey mo'min qarindoshlar, sizlarni deb shunday qilyapman. Bo'lmasa o'zimning ishimda yursam bo'laveradi. Sizlarga yurkim chidamaydi. Shunga sizlarmi meni ancha-muncha o'ylab qo'yinglar. Sizlar hozirgi davrni, o'zgarishlarni tushunamsizlar? Ha? Tushensanglar, alqininglarni ochmay faqirab tursizlar-ku. Shunga menga ancha-muncha iyona qilinglar, ha? Sizlar mana qarab tursizlar-ku, ha? Menga atqininglar bo'lsa, ancha-muncha iyona qilmamsizlar, ha? Menmo qaytib kelgandan keyin sizlarning qiymanlarni yeyman emasmi? Yemin deb berishdim. Qani, menga atqininglar bo'lsa, ayimay chiqiraveringlar, ha? Menmo qaytib kelgandan keyin har kun qarab turmayman. Sizlarmi atqininglar bo'lsa, aymay jo'riga turdi-ku bu, ha? Nima deydi? Qaysinglar ahvolga chiqirsizlar? Gapini tushunmadim bu. Men maqtab turay. Sizlar nega ko'rsizlar? To'xtanglar. Men sizlarning qiymanlarni yeyabossam, hammanglar ketyapsizlar-ku, ha? Kim sarangkan? O'zing sarang. Tag'a, siz menga pul berasiz, ha? Tag'a, menga iyona qilasiz? Tag'a. Ha. Bo'ldilar. Sizning ag'inamqidek. Voy qanday qilaman? Voy xudoyim. Yiqqan pulimning birini qo'ymay eb ketibdi. Akbar qinisan. Akbar. Voydan qanday qilaman endi? Voy qanday qilaman? Voy dadisi qinisizlar. Voy dadisi. Madamning o'ltirishini qaramamdigan. Av Akbar sanduqdagi yiqqan pullarimizni eb ketgan o'xshaydi. Sanduqda hech nima yo'q. Akbarning to'yiga yiqqan puldi. Shuning hammasini eb ketibdi. Voy qanday qilaman? Endi qanday qilamiz? Uning to'yiga yiqqan puldi. Birini qo'ymay hammani ketibdi. Voy dadisi bir amal qilsin-chi. Madamning o'ltirishini qaramamdigan. Voy xudoyim qanday qilaman? Ay dadisi gap qilsin-chi. Bu odamni o'ltirishini qaramamdigan.
Şehirge. Şehirge. Muallim. 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 Siz beni tanımadınız mı? Nasıl beni tanıyamadınız mı? Siz... Ahvalınız. Sizni hiçbir... Beni tanıyamadın ne? Ben sizden okuyucunuz. Siz beni okutuşum durup beni tanıyamadınız mı? Ekbermisem. Doğru. Bir yak mangara okşamamsan. Şehirge. Şu bir. Herz işi vatı. Muşo kentiklerini xemli yapmamamdı. Qanday? Ulug' safarga. Ulug' safarga. Ulug' safarga. Muallim, men hozir burunga o'xshamayman. Muallim, men mana mushu qalamlarim bilan ancha-muncha she'rmi yozib qo'yaman. Boshqalar meni texi shoir deb maqtab ketishdi. Hozirgacha kichik bolalar darsida o'tamsiz. Shunday. Ma'lum bo'lmaqo oson ish, lekin uning o'zga tushliq jafosi bor. Bolalarning orasida kechgacha ko'plab yurib jafo chekadigan gap. Endi sizmi mening ancha-muncha foydamni ko'rasiz. Men shahardan kelgandan keyin ishingizni o'zim o'xshayman. Hozir ham ish pulidan o'childim. Men o'xshash ancha-muncha puli va boylardan tanishib yaxshi. Mening mo danglik boylardan tanishlarim bor. Mening Hasan Gazir deb bir og'inam bor. Kunda 7-8 tane gazini tugitadi. Lekin 10-20 dan xotni bor, 20-30 yerda uy va boylarmi keynda yuradi. Ya'ni men Hasan Gazirga hech qaysini tanqimayman. Chunki Hasan Gazirning ancha-muncha insofi bor. Mashinaga kechib qolma yana. To'g'ri deysiz. Saytingizda cho'q. Kechib qolib tasla qopdim. Qanday ishingiz bo'lsa, men shahardan qaytib kelgandan o'zim o'shayman. Balonda xo'shamsiz. Meni bir. Men Fukam, qandoqroq? Birdan bo'lmagan. Doktorxonaga borayli, ha? Doktorxonaga. Turma. Mening qalamim yo'qtirdi. Ishki qalamim yo'qtirdi. Qalam degan ulug' narsa. Doktorxonaga borayli. Yo'qolib ketsa, faqatla bo'lmaydi. Turma. Qalamim nega ketgandi? Qalamim nega tushib qolgandi? Doktorxonaga borayli. Turma. Mening qalamim. Turma. Qalamim yo'qtirdi. Hey, o'ltirib turing. Tengib bo'lanmadim. Asla men maqmasam bo'lmaydi. O'zimning kichikina og'riqim deb xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng ishlarni tashlab qo'ysam bo'lmaydi-da. Men hozir maqmasam bo'lmaydi. Fukam, xalqning taqdiriga munosabatli zodi nemishdi, ha? Hozir vaqo qarang, bizning yezimizda bir qism nafsoniyatchilar ko'payib ketdi. Bularni men yuqoriga inkos qilmasam bo'lmaydi. Hozir kompartiya dehqonlarni beytimiz deb chaqiriq qilib olsa, ular dehqonlarni ishlab yesa bo'lamdi. Siz mushu chaqiriqlarni anglagan bo'g'idingiz. Fukam, siz qaysi yezidan keldingiz? Men Qo'rg'on to'g'roq yezidan. Qo'rg'on to'g'roq yezidan? Siz bilmaysiz qarang. Parxor kent boshlig'ining kasobatidan dehqonlarimizning ishlarini tizdan oshmayotdi. Shu men kent boshlig'ining ishlarini yuqoriga inkos qilib, uning adibini beraman. Siz cho'qim bilmaysiz. Mening deganlarimning hammasining o'ziga tushliq asosi bor. To'xtab turing, Fukam. Deganlaringizni yezolay.
Siz aldırmay uçuq deb bering. Men xotirli bo'lay. Siz hadi kimni tapatsız? Bizning yuzimizda bir kent boshlig'i bor. O'zi pakar, rengi qop-qora. O naiti. Kent başlarının 3. üye. Yana ep koygan joylik yerimi bor. Yurib ko'rib boqaylik. Mama kent başlarının üye. O'sha yezni Alloh seviyaga yetdi deb anglab kelib edim. Unda qamas taqlam deyman. Ba'zi behollar o'rin. Qaranglar. U Akbar o. Ha, shu. Pokistonlikdek yasnab opti-ku o. Nim bo'lib olgandi o? Shundaymi? Endi u Pokistonlik bo'lib olib, ko'ni gilam og'ili kelmaganda, ha? Bizning uyda bir ko'ni gilam bor. Aldab setib etamdiq ya. Bizning uyda bir ko'ni shirdoq botdi, shuni setib etamdiq ya. Onu mu deymiz, bunu mu deymiz? O kitapni chiq o'qigan nima? Anlasam, yaqinda shaharga erib ketdi. Cho'qim bir ishni tavirtib keldimi-ki? To'g'ri. Uning bizga salom qilmay o'tib ketdini. Buningdan keyin uning zitiq tegadigan gap qilishdan hazar aylasak bo'ldi. Balam, nega mandın? Man qara balam, şəhərgin berib gəldin, dənnimi obdan ilib aldın. Hazır diyxançılığın yaman aldıraş vaxtı, dadanğı yardan iş bəsən boptu kənçinin balam. Apa, şəhərdə mən həmmə başlıqlarla görüşdüm. Ular gelip beni kent başlığı sayladığım boldu. Meni həmmə adam qollab sen oltırılıp uşaq sözlər verdikense. Onun üstüge mən xalq bilan aralashmasam, xalqның arasına çökmesem, mən qandaqmı yaxşı rəhbari kadr bola alayman deyman. Muşunçlar qaydırımı düşürmedikense apa. Ay, bu topunu sorup oturuyordikense apa. Biz vaqamı şəhərdə pakiz gelip görüp qapdıq. Bir top sorup ottağıca, sen mən oquyamağandıken ali mektepte sen bolsam okusan olmam da, ha?
Voy canım balam, men qerib qolgan vaqtimda qandoq o'qiyman? Ay apa, bu ügünüş degan bor-ku, yosh qirga boqmaydi. Ügünüş, yana ügünüş degan gapni anglabamatan. Bu gapni kim degan bilamsan? Voy tangay balam, mushu mahalda gap topadiganlar yomonjiq shulardan birisi degandi, ha? Ay apa, buni bor-ku, mahaldagi gap topadiganlar degan gap emas. Bu gapni ulug' doyimiz va ustozimiz Lelin degan gap. Lelin dedi degan. Sana bu gapni qachon degan bo'g'idi? Apa, bu gapni Lelin menga demagan. Lelinning gapini bizning o'qituvchimiz deb bergan. Men ketdimsa? Mundaq degan. Ya Allah. Balam, baldiroq qaytib kelgin, ha? Men shahardagi boshliqlarning shansi bor-ku, usibla kiraverdim. Ular mening dana gaplarimni anglab, og'izlari hinda ichilib qoldi. Yilqi boshliqlar-chi, meni mardona, yuraglik yigitkensiz dedi. Ya'ni ular bu masalani darhol chin tutib, siz hal qilamiz, siz xotirjam bo'ling, biz sizdek yigitga muhtoj dedi. Haras, yilqi boshliqlar-chi, dexe, meni kent boshliq qilishdan sirt gazetlarda tashviq qildigan bo'ldi. Bu degan o'tni holam. Kent boshlig'ini ko'rdigan kunichi texi oldida umu mansibidan qoldirildi. Bundan sizlar hammanglar xabar topgansizlar, ha? Ma o ko'zoynakni bor-ku, shahardagi ilqi boshliq berdi. Bunda u qarasa xatni yo'qon ko'rsatdi ekan. Ma tavuzni yemsizlar ya, bo'ldimi? Bo'lmasa men buni anamga qo'yib ketay. Emsa men ketdim, ha? Xo'sh. Bo'ldi. Uzatmanglar. Qilib qilinglar. Men ketdim. Xo'sh. Voy, quruq gap anglab o'tirgandan ishimni qilaychi. O'tira. Avvalgi kitobni jiq o'qigan. Bundan keyin uning oldida qalaymaqan so'zimsak yo'qdek juma. O'tganda uni masjidda urib qo'yibdik. Agar u kent boshliq bo'lib qolsa, bundan keyin uning tishiga tegmayli juma balla, ha? Qanda dedi. To'g'ri. Uning tishiga tegmayli. Men olay. Qo'rqdingmi? Akalar, astaroq tutar, sizga ketmasin. Sapog'dan qo'y, sapog'dan. Mana. Ajib o'xshabdi. Ay, mantda. Ola. Ay, qizlar, qaranglar, Ekber kelyapti. Ekber ha? Voy, raskan. Qaranglar, o'sha kirib ajib boshqa chiqdi. Uni chaqirib ketsin, mana qilaylik. Sana sapaqaylar, uni deydi ketsin. Chaqir. Sen chaqir. Ekber. Yaxshimisiz? Ekber, anlasak shaharga berib kelsiz. Shaharda qanday yangiliklar bor ekan? Shaharda o'qiranglar. Yangiliklar chiqqan 28 binolar bor ekan. Bizning bu yerda unda o'ylar yo'q ekan. Ularning hammasi hayli madaniyatlik, pokiz yuradi ekan. Sizlarmi cho'qim pokiz madaniyatlik bo'linglar. Nima deganlar? Shu joyda yaxshi odam bo'lasizlar. Men o'xshash bo'lasizlar. Lekin ba'zilari yana sizlarga yetmaydi ekan. Ba'zi qizlar g'irim qildi o'qtab yuziga boshqa odamning suratini silib, ba'zi aynakdan o'zini taniyolmay opasini so'raydi ekan. Bo'ldi. Rahmat. Shaharning yo'llarida bunday eriq yo'qdi. Voy, Akbar. Avaylab baq meni.
dadisi? Akbar degan sarang pichoqni Nindaylar? Pichoq xotin. Sap-saq turmamdilar. Uyqularni uxlaslar, odamni qo'rqitma. Tushunganda? Tushunganda. Xotin. Mo'sha Akbar degan sarang igiz bas so'zlab meni bir nima qilatmasa? Xo'sh, u sarangning qo'lidan nemish keladi? O'g'o, shu. Shundoq bo'lsa, ehtiyot qilgan tuzuk. Sizning biror til tutuqlari yo'qdi? Uyqularni uxlaslar. O'g'o, shu. Cacısını yedi. Ben kaçanışmışlar şuraya öğrenme. Bilecek kent başlık kapı sayılmaydı. Tamam. Her koygu saldı bendini. Cinak pırangda arpaya. Her koygu saldı bendini. Bazıda sultan bulur. Kitap okusan, bilim alsan olmamdı. Hey, sen bir oylap bakına. Hazır kaygice, kaysı bir sazende bay yok. Öte bakalım. Hey! Sana kendime! Eke! Bak sana eke de otur be! Hey! Otur çıkma. Eke de be! Ondan oldu mu? Hem de çele. Sana. Çaptı etim muçellede. Mandım kademde purduşum. Kalbim uzakta beygide. Mandım kademde purduşum. Kalbim uzakta beygide. Bulgun içinde baktım. Gözüm okşarsa ayrıdı. Bulgun içinde baktım. Gözüm okşarsa ayrıdı. Adı taraza eldigen. Dönni samandın ayrıdı. Faraza eldigen. Dönni samandın ayrıdı. Adı faraza eldigen.